1939-yil Parijdagi bu kvartira yopiq va sohibasi tomonidan tashlab ketilgandi. 70 yildan so'ng uni ochishdi. Ichkarida o'sha davrning hayratlanarli interyerini va san'atning buyuk predmetlarini topishdi. Bularning bahosi bir necha million dollarga yetardi. Faqat keyinroqgina ular kvartira aslida kimga tegishli bo'lganini bilishdi. Ko'p yillar oldin 1939-yil 23 yoshli Madan Diferyan og'ir qaror qabul qilishga va o'zining Parijdagi hashamatli kvartirasini tark etishga majbur bo'ldi. Bu Ikkinchi jahon urushi endi boshlangan paytlar edi. Balki uning jo'nab ketishi nemis soldatlari Parij tarafga harakatlana boshladi degan yangilik bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. U shaharni shoshilinch tark etgani aniq, chunki faqat eng zarur narsalarni o'zi bilan olgan. Kvartirada ko'p shaxsiy buyumlarni va interyer predmetlarni qoldirib, u kvartirani qulfladi va janub tarafga yo'l oldi, xavfsizroq va ozod zonaga. O'tgan yillar davomida u kvartira uchun ijara haqini to'lagan, lekin shu holicha u bu yerga qaytmadi va Parijga qayta tashrif buyurmadi. 2010-yil ayol 91 yoshida vafot etdi. Uning o'limidan so'nggina merosxo'rlar kvartira haqida xabar topishdi. Ular auksionist Olivier Chapinjanvini apartamentlardagi mulkni baholash uchun yo'llashdi. Bu yerda ko'p eski mebellar, suratlar, kitoblar va boshqa buyumlar qolgandi. Kvartira yopilganidan so'ng ko'p vaqt o'tganini hisobga olib, auksionist va uning jamoasi to kalitni burab apartamentlarni ochishmaguncha qattiq hayajonda edi. Odamlar kvartiraga kirganda hamma hayratdan yo'q ushlab qoldi. Atrof muhit go'yo muzlatib qo'yilgandi. Ular xuddi o'tmishga tushib qolgandek edi. Havo chang bilan to'lgandi va hamma joyda o'rgimchak to'ri edi. 1900-yillarning boshidagi mebel haqiqiy xazina bo'lib chiqdi. Oshxonada barcha idish-tovoq va boshqa buyumlar bor edi. Suratlar devordan yechilgandi. Go'yoki xazayka ularni keyinroq olib ketmoqchi bo'lgandek, lekin aftidan imkon tug'ilmadi. Eski hojatxona stolidan uy bekasining shaxsiy buyumlari joy olgandi. Shotkalar, shishachalar, duxiylar va kosmetik vositalar bilan turli korobkachalar va budilnik. Barchasi shunday ko'rinardiki, go'yo xazayka oz muddatga chiqqan va tezda qaytmoqchi bo'lgan. Burchakda katta o'yinchoq Mickey Mouse va to'ng'izcha Porky o'tirardi. Lekin topilmalardan biri eng hayratlanarlisi bo'lib chiqdi. Kvartirada rozoyi ko'ylakdagi ayol aks ettirilgan surat topildi. Keyingi tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, bu portret kvartiraning avvalgi bekasi va Madan Diferyanning buvisi Marta Diferyanniki ekan.